Aylanishi yashil chiziq ko'ryapsizmi? Hajr asfalt tosh to'g'risi o'sha yerda niyat qiladi. Tavof qilishni niyat qildi. Bismillah, Allohu akbar. Qo'lingizni ko'tarib, hajr asfalt tosh keladi, bitta ko'tarib, bitta bo'ladi. Har Yaman burchagiga borganda Robbani aytadi. Bo'ldi. Sunnat. Nargi tarafi, yamab qo'yilgan, yamalgan joy. Ka'bani chet ochib qo'yilgan joy. Sunnatga muvofiq Robbani aytish kerak. Lekin aynan mana duoni o'qish kerak joyi yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Robbani aytganlar, Hajr asfalt toshi o'pganlar. Bismillahga Allohu akbar. Tamom. Keyin bilgan surangizni ma'nosini bilan aytasiz. Hamma ikkitasi mana bilan. Qay ma'noda? Surani yodlayapsizmi? Uni ma'nosini tushuning. Nima aytib ketayotganingizni tushuning. Shu undan ko'ra agar uni ma'nosini bilmasangiz, o'zingizni tilingizda so'rang Alloh. Alloh meni kechir, gunohlarimni kechir, jahannamga meni jasadimni harom qil, farzandlarimni qor-qoriyala qil. So'rab ketavering. Tushunasizlarmi? Inshaalloh Alloh ijobat qiladi. Chunki birinchi kuni nima qildinglar? Kelganda, Ka'bani ko'rganda, Allohim, meni sho'ttaligimda qilgan duolarimni ijobat qil. Qiling, duoyingizni. To'xtamaysiz. Chunki qatta duoyimiz ijobat bo'lishini Alloh biladi. Yetvermadimi? Bitta amaki taklashga so'ragan. Berganmidi? Ularga yetmadimi? Bitta amakim hoji onam bilan birga ketdilar Makkaga. Makkaga ketdilar, hoji onam kasal bo'lib qoldi. Gastritida qoldi. Qarang, ikkala bitta o'zlari zerikib yuribdilar. Men Zamzam suvini shifo baxshligini nima deb bitsa o'sha bo'lishini eslariga tushib, Allohni taklashga bo'lsa yaxshi bo'lardi. Baklashga Zamzam suvi olib halolik bilan olib borardim deb o'tirsalar, o'sha qora xabas baklashga tutqizib ketdi. Keyin yig'lab o'tirgan ekan. Keyin bittasi kelibdi-da, "Otaxon, nimaga yig'layapsiz? Mana shunaqa bo'ldi" desa, "Xursand bo'lmaysizmi? Zamzam olib qochar onamizga olib bormaysizmi?" desa, bolam, gap unda emas. Gap duolar ijobat bo'ladigan joyda turib, Allohdan baklashga so'rayman. So'rang. Qanday jannatni so'rang. Duosmi? Duolaringiz ijobat bo'ladi. Lekin qachon duolar ijobat bo'lishini Allohning o'zida yaxshi biladi. Boylik sizga zarar bo'lsa, Alloh bermay turadi. Qachonki ilmingizni oshiradi, nafsingizni pastga tushiradi, keyin beradi. Chunki tug'yonga berilib ketmasligi uchun. Ilmni nimaga beradi? O'sha ilm sizga foydali bo'lsa. Ziyon yetkazib shaytonga ilmli bo'lgan. Demak, kibrga berilib qolgan shayton, bilasizmi? Ilmida kuchayib ketgan. Ilmi jay kuchligidan ma'ni isyonga ketib qo'ygan. Kimlargadir ilmni bermay turgan bo'lsa, u yaxshilik. Lekin taqvodor inson birinchi o'rinda istaydi. Taqvo, Allohdan qo'rqing, gunohlar. Kelishdikmi? Savollar bormi? Yashil tutildi. Uni yashil tutildi, hajdan soch. Qora tosh. Bismillah, Allohu akbar. Qani yana boshqa tosh chiqadi. Yashil tuzib turibdi. Ketdik. Hajr asfalt tosh qarab, Bismillah, Allohu akbar deysiz. Yurib ketaverasiz. Yaman burchagi bor. Robbana atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan va qina azoban. Bo'ldi. O'tdingiz. Hajr asfalt toshni oldiga keldik. Bitta bo'ladi. Bismillah, Allohu akbar. Bitta bo'ladi. Yana aylanib keladi. Ikkita. Aylanib keladi. Uchta. Shu bilan 7 ta aylanasiz. Maqomi Ibrohimni qarashlik o'rtasida 2 rakat tavof namozi o'qiysiz. 2 savobini baxshida qilasiz. Bo'ldi. Xohlagan odamingizga baxshida qiling, xohlasangiz o'zingizda qolaversin. Lekin savobini baxshida qilsangiz, bu savobingiz 100 ming darajada bo'ladi. Tushunasizmi? Amallar savobi 100 ming darajadami? 100 mingga ko'paytirasiz. O'shancha qo'lingizdan kelgancha tavof qilinglar, savobni o'lgandagi baxshida qilavering. Ana o'shanda bitta tavofingizni 100 ming darajaga ko'paytirasiz. Baxshida. Allohim izlaydi. Kelishdikmi juvon deydi. Faqat tavof. Kim yura olmasa, Ka'baga qarab o'tirsa ham savob qolib bo'ladi. Mana o'tiravering. Hoji ona, sizni shu yerga kelganingiz o'z qotdagi.
Yok, bularga o'zining anaqa emotsiya bor. O'zlari bor. O'zlari ushab keldilar, sizlar ushlamagan hajra anaqa ushab keldilar. Yomon burchaga. Sizlar o'tiribsiz. Tamam, böyle yugurib ketmanglar. Ayollar eshitinglar. Bugundan boshlab pastga tushasizlar, Ka'bani oldiga yaqinlashmaysiz. Yaqinlashsanglar oxiratdan o'ziga javob berasiz. Chunki ko'rdinglar, biz orqa tarafinglar himoya qilib turganimiz hisobiga boshqa yerga sizlar ustinglarga chiqib ketdi. Lekin o'zingiz borib tursangiz, farosatsiz boshqa erkaklar bor, ustingizga chiqib ketadi. Chunki ongi bor uni, xayolida boshqa narsa, u Ka'baga ushlagish kerak. U sizga yomonlik niyatida emas. Sizni jasadingiz buni jasadini sifatida esa, bu narsa nima bo'ladi? Zino bo'ladi. Hatto zino bor, Ka'bani oldi, harom. O'shaning uchun mana sizlarni territoriyangiz. Qashlarda ibodatingizni qiling, tavofingizni qiling, rijolingiz bilan birga. Yoki tepadan tavof qiling, ko'proq, tamom. Yursanglar ham bitta ayol kishi yurishi mumkin emas. Ayol kishi mahramsiz safarga chiqib bo'lmaydi. Siz 4 ta ayol bilan yurishingiz kerak, 4 ta ayol bir-biriga guvoh bo'lishi kerak. Tushundinglarmi? Bitta ayol o'zi yuraversa, Oysha onamizning boshiga tushgan savdo tushadi. Hurmat qilishga. Bitta o'zlari karvondan qolib ketganda hurmat qilish. O'shaning uchun 4 ta ayol bilan yursanglar, bir-biringizga guvoh bo'lasizlar. Hozir halollikni borib keldi. Mahramsiz kelgan ayollarga tegishli. Mahram bilan kelgan, mahram bilan yursin. Bekorga mahram bilan kelmadi. Tushundinglarmi? Kelish chiqmay savollar bormi yo'qmi? Menga ruxsat.